Bolalar videoga ko'chirishdan oldin like va obunachilikni chiqarib qo'ymang. Agar siz chiqarib qo'ysangiz, bizning kanalimiz o'sishi sekinlashib qoladi va bizning videolarimiz sizning rekomendasiyangizda chiqmay qoladi. Shunday ekan, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va o'z layklaringizni ham esdan chiqarib qo'ymang. Va biz videorolikni boshladik. Rahmat qo'shni, senga narsa berganing uchun kattakon rahmat. Qani. Tak. Oy, yangigina uslashlarim qo'lli bo'lsinmi? Tak, qani endi ozgina mana berga o'tirib, tak, qani. Tak, qani. Tak, qani botanim botdi. Nima? Brainrotlar trendda. Trallala. Sahur? Nima bu bola? Tushunmayman. Nima bu? Вообще, tushunarsiz bo'lib ketdi hozir. Nima men yetib virus chiqib qoldi. Bunaqangi hayvonlar menga chiqib beryapti. Mani основной mana основной narsam Minecraft-ku. Nimaga unaqa narsa bo'libdi o'zi? Notik buzilib ketib qoldi. Shu brainrotlar ham bezorib ketdim bor. Buni qanaqa bo'lsa ham hal qilish kerak. Buni kimdir, nima deydi, o'sha o'zini fikrini bilib chiqsa, normallik bo'lar edi menimcha bo'ldi. Sizlar agar mana fikrimga qo'shilgan bo'lsanglar va brainrotlarga zerikib ketgan bo'lsanglar, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, bolalar. Men chista mana вообще zerikib ketdim shu brainrotlardan. Qani. Yo'q, men слишком jinni bo'laman yoki bu Minecraftdan o'zini muammosi bo'lyapti. Takchi ko'zimni nima qilib yuborishim kerak. Voy ko'zim. Voy to'kirib yubordim mana. Yo'q. Men nimagadir jinni bo'laman. Kompyuterimni olib kirib tashlashim, ya'ni olib chiqib tashlashim kerak. Malava sanga вообще tushunmayapti bu brainrotlarga. Shu o'zidan ketib bular brainrotlar. Bir narsa qilib hal qilish kerak bu narsani, problemani. Qani, mayli xo'p. Bularga men e'tibor berib o'tirmayman. Menimcha bular meni yonimga kelmagan. Qani. Eson-omon yig'ishtirib olsam, mana bu brainrotlar menga shunaqangi zarar yetkaza olmaydi menimcha. Nima? Yo'q. Ular menga nimalar deyapti. Tak. Qani. Yo. Trallala. Joyini o'chir, короче. Menga sen shu yoqmay turibsan o'zi. Joyini o'chirdim senga. Qani, eson-omon, mana bularni hammasini qo'yib chiqib olaman va uyimga kirib, kayfavas qilib o'tirsam ham bo'ladi. Agar endi yana brainrot chiqib qolsa, o'shasimga tashlaydi menimcha. Qani, nariyot sahur ham bor ekan bo'ldi. Nima? Bu men hech kim jinni bo'lmayman yoki sahur hali ham mabda turibdimi? Qani, yo'q, trallala. Bu yerdan mana bunday qilib bunday qarasak va qani o'sini turibdi trallala. Qo'lda ham narsalar bilan mana ekranni chiqarib qo'ydim. Qay narsalar bilan turibdi? Nastayash trallala, nima deydi? Sahur. Mana miyam слишком уже aynitib ulgurdi yoki mani ko'zimga bular ko'rinyapti. Yana nimagadir-da. Menimcha o'sha mani ko'zimga ko'rinyapti. Borib ushlab ko'rishim kerak ularni. Nima deydi, bironta nimasini, sevasini. Bo'lsa men вообще ishonmayman. Borib bu trallala qachon kelib qolganini ham, boshqasini ham. Mayli xo'p, ularga e'tibor bermagan holda birinchi o'rinda biza oylik soqqa oladigan narsalarimizni qilib qo'ysak, yog'i hammasi o'zi bo'ladi, qishloqdagi narsalar ham va qishloqdagi noodatiy narsalar ham. Qani buni oyoq kiyimi ham bor ekan bu krisovatchalarni. Men bularni просто shark keldi deb o'ylayman-da. Hamda qarasam, Nike ham bor ekan. Короче, hozir bularni qarab chiqaman. Qani narsalarni qo'yib olsam va telefonimni ham olib olaman bolalar. Charchab ketdim men bu brainrotlardan borib. Men qarab turibman-da, bular hayvonlarga qarab va hayvonlarga e'tibor bergan holda kirib, mategamni olib chiqaman va shotganim yo'q bu safar. Voy, soобщение bezor qilib Tak. What the fuck? Okay, o'zimizni nima deydi, sog'lig'imizga
e'tibor okey. O'zimizni sog'lig'imizga ziyon qilmagan holda mana tralala salom qiluvchi tralala qalaysan zo'msan? Ha, bo'ldi. Uy nima deysan? Ha, bo'ldi. Uyini ko'rib chiqamiz unaqada. Qani endi tun sahurda ham oldiga borib kelishim kerakman. WhatsApp tun sahur. Qalaysan zo'msan, bro? Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Ha, bo'ldi. Sani ham narsa uyini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib mana tralala turgani uchun uni birinchi bo'lib ko'rib chiqaman albatta. Albatta xafa bo'lmasang. Qani, menimcha sen xafa bo'lmasang kerak. Ha, bo'ldi. Tushundim. Qani, hoppa va mana uni esonaman uyini ham ko'rib chiqyapmiz. Mana bu nima ekan? Tushunmadim. Mana bu yerda suv havzasini ko'ryapman. Qani tushunib ko'raylikchi. Mana bu yerda men suv havzasini ko'ryapman. Ha, bo'ldi. Keyin birib sakrasak kerak. No, mayli, okey. Birinchi xonani ham ko'rib chiqib bo'ldik. Mana endi biz basseynga tushib bir cho'milib chiqsam ham bo'laveradi. Qani. Har bitta uyi tagida qanaqadir bir sirli narsasi bo'ladi. Bu uyniki ham bo'lishi kerak, menimcha. Agar mening taxminlarim to'g'ri chiqayotgan bo'lsa. Nega bu yerda hamma yoq tosh? Men tushunmadim. No, okey. Toshlikka e'tibor bermasdan uyni dalcha ko'rib chiqishni davom ettiramiz. Bo'ldi. Yo, tezroq chiq. Yo'q, bo'lmadi. Chiqdik va tezroq. Hoppa. What the hell, mayli. Ana va eshikni ochib qo'yaman. Tralala. Ha, bo'ldi. Tushundim. Qani endi bu eshikni ham ochishimki, wow, muncha bu zo'r xona ekan-ey. Ishoninglar, bunaqa xonani birinchi marta ko'rishim mumkin. Okey, bu xonani ham ko'rib chiqamiz. Qani bu nima ekan? Buni men tushuntirib oldim. Men buni model blok deb ko'ryapman. Nima deydi? Adventure rejimiga o'tib oldim. Endi men blok sindira olmayman. Qani bu yerda kompyuter bor ekan va mana bunaqangi notebooklar ham bor ekan va mana bu yerda shikarniy kravat bor ekan. Qani bitta ko'rsatib berishchi. Mana bunaqangi shikarniy bitta kravatchasi bor ekan, bo'ldi. No, atak qoyil, lekin bu ba'zi bir uy quruvchi odamlarning miyasiga kelmagan, bu sharq miyasiga kelibdi. Qoyil lekin. Va hoppa, ana mana bunaqangi qilib sakrab turib olaman va uyni dalcha abzor qilishni davom etaman. Qani. Mana bu yerda rekonditioner bitta narsalar bor ekan va mana bu yerda model blok men yomon ko'radigan va mana bu yerda qanaqadir bir idishlar bor ekan. Mana bu yerda ham idishlar bor ekan. Bu trallalani uyi menga unchalik yoqmadi. Chunki uyda narsalar kam ekan. Trallala sening uying ham normalniy. Keyin bahoni hozir bermayman. Ana o'rtog'ing, ya'ni saperniking tun Sohurni uyini ko'rib ko'rgandan keyin senga bahoni beraman. Borib men endi sherigingni uyini ko'rib kelishga tayyorman. Tralalani uydan olgan narsalarimni borib qo'yib kelishim kerak. Qani model bloklar, qanaqadir va o'zimni yotib turgan haykalim va mana bunaqangi mana qo'yib qo'ydim. Ana endi borib tun Sahurni uyini ko'rib kelishga tayyorman. Valla короче, endi turdum seni uyini ko'rib chiqishga tayyorman. Model blokingga ham, boshqangga ham. Короче, nima deysan? Okey, qo'yaman bo'pti. Qani, wow. Mana ana tralalayonikdan zo'rroq chiqayotgan tun Sahurdan. Mana bunaqangi yeydigan narsalar qani tatib ko'raychi.
O, mazza narsa ekan bu. Wow, pichoq, tak, qo'lim kelsa mayli. Tamam, endi bu mana bu yundan. O, tuzakni o'xshayapti, qara. O, mazza ekan bu ham. Mana bu yerda esa pichoq. Tak, mana bu yerda oilaviy o'tirib ovqatlanadigan stul bor ekan, bolalar. Tak, ana stulga o'tirib ko'raychi. Bu normal stulga o'xshayapti, chota. Tushamiz va narigisiga stolga sakrab bordim. Mana bu yerga o'tirib olsam, chotga turar ekan bo'ldi mana. Chotda shunday rasmga olib qo'ysanglar, stop mana bu. Mana bunday qilib rasmga olib qo'ysanglar bo'lgan. Qani mana bunaqangi qilib olay va mana sizga tayyor rasm olib oldim. Tak. Qani op tak, qani bo'ldi. Mana bu uyga men 1 dan 10 beraman. Ana 10 dan 10 beraman. Va wow, namuncha komfort. Wow, mana bu namuncha komfort ekan. Вообще komfort uy ekan mana bu bor-ku. Bunachalar sezgan bo'lsanglar, mana bu kitob qo'ygan ham bor, mana bu ham ya'ni kaktuslar ham bor hamda. Va bu yerda notebook va uxlaydigan joy ham bor bolalar, agar ko'rgan bo'lsangiz. Nima qarab turibsan? Obuna bo'l. Tuntunni uyga men trallaloyonkina ham zo'rroq ekan, chunki mana bu yerda kaktuslar va kitoblar va mana bu yerda ham kitob jamoalar ham bor ekan, obunachilar. Atak menga yoqdi, men bu uy bor. Bu uyni men o'zimga sotsammikin, bolalar nima deysiz? Kommentariyga yozib, o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlarni. Oy, so'rab qolgan bo'lardim. Bu uylarni ko'rib chiqaverib, meni charchab qolmasam bo'lgani, chunki mening dixanim qisib qolishi mumkin. Takani. Wow, mana bu yerda Wi-Fi router ham bor ekan va kompyuterga chiqib bo'lmadik. Tak. Va router bo'lingan ekan. Mana bu yerda papkalarda Minecraft yo'qmikan? Mayli yo'q o'xshayapti. Takani chiqamiz. Va mana buni yopib qo'yamiz va tralali uyga men agar mendan bersa bo'lganda mendan 10 berib olardim, chunki normalniy uy ekan. Atak kelasi ham menga yoqmadi. Bu atak shunga qaramasdan men bu uylarni uyini ko'rib chiqdi. Voy, qo'rqoqlar tun tralala yo'q, qo'rqtordilar вообще. Va stop, mana uyda bir narsam qolib qopti. Qani router kerak bo'ladi. Tak, mana bu eshikni ochib olaman va hammasini ochib yopaman va o'zi mana tralala yo'q ham va qolgan brainotlar ham mana bu yerda tralala haykali. Mana bu yerda tralalani o'zi ayyo what the heck mayli. Atakslarga endi men baho beradigan bo'lsam, menga ko'proq tralalayodan ham ko'ra tun sahurni uyi menga ancha-muncha yoqdi, chunki uning uyida kerakli va hayotga kerakli narsalar bor ekan. Shuning uchun men tralalayani uyini tanlamasdan tunnikini tanlayman. Albatta kechirasan tralala, lekin menga tunniki yoqdi. Obunachilar sizlarga kimniki yoqdi? Tunnikimi yoki tralalanikimi? Agar sizga tralala yoqqan bo'lsa, like va abunani subscribe qo'ymanglar. Agar sizga tunniki yoqsa, share va like ni subscribe qo'ymanglar. Tralala sening like'laring вообще chotki ekan aytgancha. Nima deyapsan tralala? Da, keyingi safar zo'rroq qursang, senikini ham tanlab qolishi mumkin tralala. Bu o'zingga bog'liq tralalayo. Shuning uchun o'zing harakatingni qila qol tralalayo va obunachilar sizlar like va abunani subscribe qo'ymagan holda videoni tugatamiz. Agar sizlarga tunniki yoqqan bo'lsa, like va abunani subscribe qo'ymanglar. Agar tralalayoniki yoqqan bo'lsa, tarqatish va nima deydi, kommentariyni subscribe qo'ymanglar. Agar короче, yoqmagan bo'lsa, pashol. Короче, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like va abunani subscribe qo'ymagan holda biz videoni tugatamiz. Hammaga xayr bo'ldi. Jigarlar, biz o'zimizdan dizayn kanalimizdan ochganmiz, ya'ni men o'zimga dizayn kanalimni ochganman. O'sha kanalga o'tib sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar, tez orada u yerda ko'p dizaynlar tashlab boriladi. Albatta sifati a'lo darajadagi dizaynlar tashlab boriladi. Короче, shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar dizaynerlardan muammo yo'q. Faqat bitta reklama uchun o'sha narxni kelishamiz Telegram lishkada. Va bizning Telegram kanalimiz silkasi apsenida bo'ladi. Va oxirgi soniya ekan, hammaga xayr jigarlar.